Bu jumaga 6 ta buqa tayyor. Hayit bayram muborak bo'lsin hammaga. Tabriklayman bayraminglar bilan. Bu dum g'azalari kafega, dum sho'rvaga mana. Bu teparkanman bu. Yoshimol yumshoq pishadi, xudo xolasa. Ertaga 110 mingdan maza qiladi. Olgan odamlar go'shti zo'ri bo'ladi, zo'ridan zo'ri bo'ladi bizda. Hammasi chempion mana. Cho'tki mollar. Xudo xolasa yana qo'shilishi mumkin, bitta qo'shamiz xudo xolasa. Lekin bu juma akalar-ukalar oxiriga 110 ming sotishimiz. Ro'zani ichida narx-navoni o'zgartirgim kelmadi. Ro'zadan keyin ozgina narxlarga o'zgarish kiradi. Yo 115 ming yo 120 ming bo'ladi. So'yilish narxi sal o'zgarib qoldi. Mollardan sotib olyapmiz. 5 ming so'm rangiga qoldi. 5 ming 6 ming kilosiga rangiga qoldi. Uni hali keyin o'ylab ko'ramiz. Bu jumani o'tkazib olaylik. Yog'i bir gap bo'lar. Bizda yengil baraka bo'ladi, zo'ridan zo'ri bo'ladi. Ja unaqa maqsad juma kuni foyda qilish emas. Begim kunlariga foyda qilsa ketadi. Kam-kam qo'ram, hamisha qo'ram. Mesni buqalarni go'shti. Kelaverasizlar ertaga. Hamma sizlar uchun salomat bo'linglar. Erkak